38. Ögdilmiş Aliyke xizmatchilarning baglar zimmasidagi haqqi qandoq bo'ladiganligini aytdi. Ögdilmiş aytdiki, baglar zimmasida xizmatchining qilgan xizmatiga yarasha haqqi bo'ladi. Eng avval yemek-ichmakni berish kerak. Xizmat qilishda lozimliq asboblarini hozirlab berish kerak. Xizmat qilish mushaqqatlik ig'ir bir ishdir. Baglar buni bilsa, xizmatchi xizmatda g'ayrat qiladi. Xizmat qilguvchi vujudini, jinini pido qiladi. Qul bo'g'ichi bagning so'yinchini tilaydi. Issiq sovuq, osh-to'q, yayoq ham yelin holda qilich, palta va o'q yeydi. Ey Ali, buni bil. Oldiga, orqaga, o'ng so'lga boradi. O'zi mushaqqat chekib bagni rohatga yetkazadi. Hammadan avval dushmanga qarshi qoral bo'ladi. Begiga hayotlikni, o'ziga o'limni tilaydi. Mana shu xilda begining shodligini tilab, tunni kunga ulab o'zi jafo mushaqqat chekadi. Bu xizmatlar uchun bag haqqini to'lishi kerak. Mehribonlik bilan uningga yaxshi muomala qilishi kerak. Xalq ichidan tanlangan va kishilarning chini bo'lgan 3 o'rda xoni nima deydi? Angla. Ey xalqning ulug'i bo'lgan bag, xizmatkor qo'llaringni o'stir, yaxshi muomala qil. Xizmatkorlari orqali bagning qo'li uzun bo'ladi. Xizmatkorlari bilan qudratli bo'lib, elini tuzaydi. Bag qanchaki buyuk, asli ulug' bo'lgan bo'lsa, uning nomi faqat xizmatkorlari bilanla buyuk bo'lgan. Ey Ali, kishilik muruvvat qilish demakdir. Muruvvat kishi uchun tariqatdir. Muruvvat tariqat ro'shanki, kishining amgikini bilish, o'lish berish demakdir. Xizmatkor bo'sog'ida umid bilan turadi. Bag uning umid beg'ishlamasa, muruvvati yo'qaydi. Xizmatchi qancha ekanligini bag ko'zitib berishi, naf beridigini qancha, baymaydigini qancha bilishi kerak. Naf berishiga qarab ihson qilishi, xizmatiga qarab haqqini to'lishi kerak. Ey Ali, kishi hayvondan to'van emas. Buning farqiga yetsa, har ish o'z o'lchimida bo'ladi. Odam oldi bilan hayvonning qo'siqini to'ydiradi. Ondan uning kuchidan foydalanadi. Baglar ihson bersa va shirin so'zlasa, xizmatkor o'z begiga vujudini pido qiladi. Xizmatkor bagga mehr qo'yadi, sodiq bo'ladi. Bagning shodligi uchun o'zi jafo mushaqqat chekadi. Buningga taqlid qilib bir zerak mundoq degan: inson bilimi bilan hammaga qo'l uzatalaydi. Kishi yaxshilik uchun so'yimlik jinini beradi. Bir yaxshilikka javoban 10 yaxshilik qiladi. Foyda bo'lsa, inson o'zini qul qiladi. Uningga qul bo'lib, o'zi mushaqqat chekadi. Xizmatga qarab yaxshi ihson berish kerak. Yalang yo'pinni kiyindirish, oshni to'yg'izish kerak. Bag agar qulning kambag'allik nomini ep tashlayanmasa, u qandoq bag bo'ladi, davlatman Ali? Qeri mo'ysifit nima deydi? Angla. Qerilarning so'zi yigitlarga ko'zdir. Kishi biror kishi uchun amgak qilsa, uning o'rniga kishilik bilan javob yondir. Kishining amgikini bilmaydigan kishini kishi deb hisoblama, u hayvonga barobardir. Xizmat qilguvchi ikki turlik bo'ladi. Biri erkin kishi, yana biri umid kutguchi quldir. Bu qul o'zi erksiz xizmatkordir. Xizmat qilmasa bagdan qamchi yeydi. Erkin odamga qara, o'zini qul qilib xizmat qiladi. Uning xizmatini ko'rib, amgikini taqdirlash kerak. Erkin ozod kishilarning hammasi yaxshilikning qulidir. Bularga yaxshilik yo'llarini echib berish kerak. Erkin odam bilan qulni tang qo'yishga bo'lmaydi. Erkin odamni erkinlikcha, qulni qulcha tutish kerak. Baglarning ishki rohat ishikidir.
Rahat işkiga ega bo'lish o'zingning foydasidir. Xizmatchi beyisa bag nomi chiqadi. Bu nomi duo bilan mangu saqlanadi. Ey Ali, xizmatchi bilan bag misoli ayni sotquchi bilan og'uchiga o'xshaydi. Sotquchi mol beradi, u sarmoya bo'ladi. Og'uchi uni elib al ichida aylantiradi. Yil oy kunlar o'tishi bilan foyda toplanadi. Yüz taqsimlab o'z foydasini oladi. Demak, xizmatchi kishi shuningga o'xshaydi-ki, u begi bilan o'rtaq ishlari hisobliqdir. Begi qo'lga yaxshi so'z bilan mol beradi. Xizmatchi butun vujudi bilan xizmat o'taydi. Xizmatchi jinini pido qilib qilich uradi. Uning foydasi al, kant, qishloqlar bo'ladi. Düşmanning bo'ynini yanchib, xazina to'playdi, orzu tilaklar amalga eshib, uzluksiz ne'mat keladi. Bularning hammasi foyda hisobida qo'lga tegadi. Ey begim, foyda keltirgichini yaxshi tutish kerak. O'z foydasini deb dunyo kezgan savdogarlar boshliqi nima deydi? Angla. Foydali qul o'g'ildan yaqindir. Faydasız oğulni düşman deb bil, uningdan saqlan. Barliq harakat qilg'uvchilar foydaga mangadi. Foyda bo'lmagan bo'lsa, ovchi o'yida qiyragan bo'ladi. Askar xizmatchi baglarning qanot quyruqidir. Qanatsiz qush ucholmas, ey baglar begi. Baglarning kuchi askar xizmatchi bilan namoyon bo'ladi. Askar xizmatchi bilan bagla chigishlarni yeshidi. Qaysi bag atrofiga jasur jangchilar to'plansa, bu bag dunyoga sohib qiron bo'ladi. Qaysi bagda hamma fazilatlar jam bo'lsa, uning orzu qilgan narsalari tugal atrofiga yig'iladi. Dunyo hokimi uchun ming tuman fazilat kerak. Bu fazilatlar bilan dunyo hokimi jahonni so'riya oladi. Ey o'g'il, fazilatlarni qadrsiz hisoblama, o'rgan. Bu fazilatlar oq qushdek ravon yuradi. Fazilatlarning iqboli oq qushning iqbolidekdir. Kel, sen fazilatning nomini qush deb atag'in. Dunyoni qiritgan, uzun ömür ko'rgan oq boshliq kishi nima deydi? Angla. Bilim fazilat o'rgan, uni qadrla. U fazilat oxir seni qadrlik qiladi. Bilim bil, aql o'rgan, bekor yurmagin. Gezi kelganda u sana yaxshilik keltiradi. Aligning o'gdilmishga savoli. Bu so'zlarni anglab, Ali so'yinib shundoq dedi. Ey aqlliq, urug'i toza, kishilik ulini bak yaxshi qurding. Bu chin vafoliq kishilar yo'lidir. Men o'zim xalq ustiga hokim bo'ldim. Qo'lim uzun, so'zim o'tadigan bo'ldi. Endi baglikka erishkinimga, o'z rohitimga va hayotimga mag'rurlanmayman. Tilekim shuki, mening oldimga kelguchilar meningdan boylik topsin, kuchi ulg'aysin. Baglarning shodligi atki foydadir. Yaxshi nom badali uchun menga duo kifoya qiladi. Barliq xazina bu oltin kumushlarning hammasini askar xizmatchilarga ulashtirib berish uchun to'pladim. Bularni yaxshi nom qoldirish uchun kishilarga beraman. Duo qilg'uvchilar ko'paysin, Xudo nomimni yoysin. Tilekim shu ediki, menga xizmat qilg'uvchilar, mendan keyin qolg'uvchilar peysin. Men olamdan ko'chib ketsam, bu xalq qoladi. Shu chog'da menga duo bilan xizmat qilsin. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ali bu ishlarga aql va bilimini yetkazdi. O'lgichi kishiga o'zidan keyin yaxshi nom qoldirishdan boshqa yana nima bor? Bu dunyoni desa, kumush taqitish kerak. Oxiratlikini tilisimi,
bu qutulish yo'li. Ey Ali, oltin kumishlaringni ulashtir. Qaysi elni xohlasang, uningga qo'ling yetadi. Bəylik işinğa ul qurub bəgən dana bəg nima deydi, angla. Bəylər köp əskər xizmətçi tutub mal üləştirsə, xalığan çağda düşməninin elini alalaydı. Xazinini nima qilsan? Əskər xizmətçi köp bo'lishi kerak. Bəgning boy bo'lishi hojat emas, xalqi to'q bo'lishi lozim. Əskər xizmətçi bo'lsa, Bəglərning hükümranlığı kam bo'lmaydi. Askar xizmatchi bo'lmasa, bəg elga uzun hükümranlık qılanmaydı. Askar xizmatchilar bəgdin memnun bo'lgandilar. Bəg qaysi elni xohlasa, uni qo'lga kirgizalaydi. Dünya bəglarining qo'li ochiq bo'lsa, har ikki dunyoning to'riga ega bo'la oladi. Bilimlik odam nima deydi? Angla. Bəg bexillik bilan elga hokimlik qilanmaydi. İkki narsa qarama qarshi, yaqinlashmay qochadi. Bexilga hech kim yaqinlashmaydi, sexiga bak yepishidi. Barliq fazilatli kishilar bexildan qochadi. Sexining atrofiga o'yishib, tilak orzularga yetadi. Bexillik bilan bəglik dushmanlik bo'ladi. Bexilga hamma yerda nizo paydo bo'ladi. Ondan qolsa, elni tutib turadigan ikki narsa bor. Biri sap oltin, yana biri qilich. Mamlakatni sexiylik bilan mustahkamlash kerak. Ey Ali, bəg sexiylik bilan yuksaladi. Jasur botur chaqmoqdek qilich o'ynasa, hayvatlik boturlarning tomiri kesiladi. Bəglər sap oltin taqtish bilan qo'lini qapartsa, qilichsizlar so'z bilan elni so'raydi. Bu ikki narsa bilan ushbu elni idora qilish kerak. Ey Ali, bu ikki narsa bilan yuksaladi. Sap oltin turilgan chiroylarni ochadi, sap oltin buzilgan ishlarni tuzaydi. Qilish nada bo'lsa, kumushmi shu yerda bo'ladi. Kumush nada bo'lsa, qilich shu yoqqa yo'l tutadi. Ey Ali, kumush choshqin yigitlar to'plansin. Kumushni yig'sang, qilich tutgan boturlar tarab ketadi. Qarab baq. Qilich tutgan jasur kumushga tutqundur. Toplangan sap oltin qilich uchun pido qilinsin. Bexil bəg dünya toplab xazini yığıdı. Sehi bəg qilich bilan tatib alıdı. Dünyanın qanun qoidasi ana shundaqdir. Bexil sökülüdü, sehi maqtılıdı. Ögdilmiş sözünü to'xtatib yer updi va Aliga duo qilib bir Allohni madiladi. Alining ögdilmişga javobi: bu sözlerini anlap Aliga söyündü. Qo'llarini ko'tarib Rabbiga duo qildi. Dedi ki, ey mehribon ishongan egam, ey mushkullikimda seg'inadigan egam, sandan boshqa yo'lanchikim yo'q. G'ururim sen o'zing, umidim senda. Manga qilmagan qaysi yaxshiliqing qoldi? Meni erishtirmagan yana qandoq orzular qoldi? Chin so'zim shuki, sana qandoq ibodat qilaman, ey mangu muhtojsiz egam, o'zim sana muhtojman. Sendin madad, kuch-quvvat tilayman. Meni salli yo'lab to'g'ri yo'lga solg'in. Hamma yaxshiliklardan ortiqi ko'nglimni to'q qilgan mana bu o'gdilmishdir. Bunu sen bana ata qilib berding. Bunun için 100.000 qitim shukr qilaman. O mening ishimga jini va vujudini beg'ishladi. O'tayotgan umrimda menga duo ashurdi. Menga kuch-quvvat bergin, uning haqqini ado qilay. So'yinsin
bana köngli yakın bolsun. Ali yana şundaq dedi. Ey ögdülmüş, akıllık bilimlikle seni maqtıgan idi. Akıllıkni tilegende sen tamamen akılsen. Bilimlikni tilegende kamil bilimsen. İşençlik, mihriban, samimi, toğra ve mulayimsen. Her işqa toğruluk bilen kol uzarttın. Hizmet kıldın, hizmetlerin ihsallarımdın eşip düştü. Sen o'rinlayanmagan hech qanday xizmat qolmadi. Endi mendin yaxshi bir javob elishing kerak. Haqqingni to'lay, shuning bilan hayot kechirgin. Ko'nglim sendan qandoq so'yingan bo'lsa, Xudo sanga shundoq so'yinchi bersin, ey o'g'il. Ali so'zini to'xtatdi va birdam jim turdi. Xizmatchisi yer upib o'rnidan turdi. U yerdan memnun bo'lib qaytib chiqdi. Etini minib uyiga yetib keldi. Kecha va kunduz egishmay xizmat qildi. Xizmati yoridi, baxt eshigi ochildi. Aqli yoshnidi, ham bilimi cho'nqirlashdi. Palak yor bo'ldi, qo'li uzardi. Davlati bilan eldi dong chiqargan va baxt alomati bo'lgan mashhur kishi nima deydi, angla. Davlat kelib kim bilan yarashsa, uni yuqori ko'tarib, beshini ko'kka yetkazadi. Davlat kelib mol dunyo yig'ilsa, kishining ko'ngli yashnaydi, mangzi qizdiradi. Buningga taqlid qilib, oqbosh kishi sana bir so'z dedi. Bu so'zni yaxshi angla, ey botir yigit. Kimning davlati bo'lsa, qo'li uzun bo'ladi. Barliq ta'tur ishi o'ng, so'zi aql, bilim bo'ladi. Jahon paylasopining mol dunyosi bo'lmasa, qanchalik so'zman bo'lsa-mo, tili kishallanadi. Bu dunyoning qonuni ana shundaqdir. Bevafo dunyo, davlatning donqi shundoq shuhrat qozonadi. U yomonga yuzlansa, 100 obro'y topadi. Kichikka ko'z tiksa, yuksaklikka erishadi. Bu davlat kelib kimga nisb bo'lsa, uning ichitishini ko'zitib butunlay bezaydi. Agar davlat kelsa, hamma orzular birga keladi. Dunyoga dong chiqarib, nomi mashhur bo'ladi. Agar omad kelsa, keltirganlarning hammasini ep ketadi. Ko'tarilgan beshini qo'ng'ir yaga agdiradi. Ey aqlliq, as-hushluq sagak kishi. Bu dunyoni bak so'ymagin, palokit tegadi. Bu qarong'u zulmat dunyo nimaga kerak? Sözük mangulik elge burunroq tayyorlan. Bu dunyo bir qonalg'udir, ko'nglingni uz. Yuksak o'rda el tila. Tinch asayish bo'l. Hamma ishda ko'ngli tuzuk kishi nima deydi? Angla, ey dili pak. Ey himmat egisi, tanlangan haqiqiy dunyoni izla. Tanlangan dunyoni izlaguvchining baxti to'liq bo'ladi. O'tkinchi dunyoni qo'y, oxiratni tila. Bu dunyoni sen tashlamasang, o seni tashlaydi. Bu dunyo jafo qilguchidir, senmi uningga jafo qil. Jafo qilsang, andin sen bilan yarishadi. Ey yo'ldan ozgan, beshi qaymoqqan kishi. Bu dunyoga zodi heris bo'lma. Uning tuvi patqoqdir. Patqoqqa kirgan odam töven cho'kadi. U yerdan chiqolmaydi, shodlik topolmaydi. O'zingni yuqoriga tat, patqoqdan qutul. O'z qulluqingni ibodat bilan ado qil. Endi u tarafga yong'in, tilaklaringni u beradi. Tilingni orqaga bura, so'z tugidi. Qara, shundan keyin Ali ko'nglini tuzatdi. Xalqi yaxshi qonun yurgizishga boshladi. Xalq halovatga erishdi, o'ruq samridi. Uni so'yganlar ulg'aydi, dushmanlari zaiflashdi. Quvonch va shodlik bilan kun kechirdi. Nomi, donqi va shuhrati olamga yayildi.
Alik shu yo'sinda xeyli vaqt yashadi. Bo'ri bilan qo'za inoq o'tdi. Alikning o'gdilmishga suoli. Alik bir kuni yolg'iz o'ltirib o'gdilmishni yeniga chaqirtdi. O'tayotgan kunini ishini so'radi. Ey o'gdilmish, aytqina, kunlaring qandoq o'tyotidi? Elde kambag'allar ko'pmi yoki boylarmi? El ichida qandoq yaramas yomonliklar bor? Xalq ahvolini menga tushundir, hech so'zni yoshirma. Xalq ig'izida qandoq so'zlar yurg'atidi? So'kish ko'prakmi yoki maqtashmi? Qusurim ko'prakmi yoki fazilatlarimmi? Buni menga so'zlab bergin, tadbirini ko'ray. O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Alik, elde hamma odam tilagan narsalarga erishdi. Alikning davlatidan dunyo tuzaldi. Qayg'u qisqa, xushalliq uzun bo'ldi. Xalq beyib, halovati tinch yashayotdi. Shahar kentlar bezandi, ko'ngillarni hayajonga soladi. Xalqning kuni huzur halovatda o'tmoqda. Tunlarimi shodlik bilan kechmoqda. Hamma kishi eg'izida madhiya aytmoqda. Nafas olg'uchilar sana tinmay duo qilmoqda. Qara, qonun suvga o'xshaydi. Zulm o'tdek balodur. Suzuk suv eqitding, u o'tni o'chirdi. Adil qonun yurgizding, dunyo tuzaldi. Elde emdi hech kim zo'rliqqa uchramaydi. Ey Alik, uch ishdan zulm zo'rliq yuz beradi. Biri baxtsizlik yuz berganda bag g'ofil bo'lsa. Ikkinchi xalqni boshlig'uvchi bo'shang bo'lsa. Uchinchi oshko'zlik. Bular xalqning yuragini yeydi. Senda bu uchining birimi yo'q. Endi algi zo'ravon kishilar qayerdan keladi? Ey yaxshi qonunliq, pok muloyim bag. Xudo sana fazilat, aql, bilim berdi. Har qanday yaxshiliklar uchun tavfiqqa ega bo'lding. Xalq yemek içmekке to'ydi, kiyim-kechki butun bo'ldi. Xudoga shukr qilib ibodat qil, so'yun. Bir qancha vaqt halovat ichida shod-xo'ram yasha. Sirtda qanday xatolik ayb sodir bo'lsa, mana men yugur yetimingni qilg'uchi quling tayyor. Alik shukr qilib ko'p so'yundi. Rabbiga hamd va sano aytib qo'lini ko'tardi. Dediki, ey mehribon egam, sen ulug', bu ojiz qulingni elde qadrli qilding. Sen menga har xil yaxshiliklarni ato qilding. Buningga shukr qilish bo'ynimdagi qarzdir. Men qandoqmi yetarlik shukr qila olayman. Buning shukrisini men uchun o'zing o'tigin. Alikning o'gdilmishga suoli. Alik yana dedi. Ey o'gdilmish, sana erishganlikim Allohning rahmati edi. Zulmni to'sishga, adolat o'rnatishga va har xil yaxshiliklarni qilishga sen sabab bo'lding. Xudo menga ko'p yaxshiliklarni ato qildi. Bulardan 10 hassa ortiq qilib seni berdi. Bag o'zi yolg'iz qanchalik g'ayrat qilmasin, qulining yordami bo'lmasa, ishi uzunga bormaydi. Bag ishkirini ko'zatadi. Sirtki ko'zi sodiq qulidir. U bagning so'zi ham ko'zidir. Sen menga ham ko'z, ham til, ham qo'l bo'lding. Shunga nomim yaxshi bo'ldi, ey qahramon. Dunyoni boshqurib, Allahni idora qilgan xoqon nima deydi? Angla. Baglar sodiq bir qulni izlab topsa, uni oltin kumushga o'rab tutishi kerak. Baglar samimiy, to'g'ri va ishonchli kishiga ega bo'lsa, o'zi rohat halovatga yetishidi, baxtlik yashaydi. Xizmatchining eng sarxili sodiq bo'ladi. Sodiq xizmatchini kim izlab topa oladi? Dunyoda sarxil sodiqlar bo'lmagan bo'lsa, kishilik qandoqmi kamolatga yetadi?
Ey ögdülmüş, əmdi əfsuslaniman ki, mana dadangdın birla sen qaldın. Seningdek adamdın yana biri bolsa idi, ilgiri keyin bolsimi iz basqan bolar idi. Ey to'g'ri xuluqliq, oldimda birla sen ba. Seningdin ayrılsam başqa biri qeni. Senin yalğızlıqыңdın ansirayman, ey qudratlik. Yana bir hamroying bolsa idi. Sen ko'p mushaqqat tatmagan bo'lar eding. Duodin mangam o'lish tekkan bo'lar edi. İzdep bak, qarindoshlarning ichida sana agashgudek biri bormi? So'rab ku. Ögdilmişning alayka javobi. Ögdilmiş javob berib dedi. Alik esen bo'lsa, bu ishqa qo'li yetidi. Alik xotirjam bo'lib huzurlansin. Tinchlanib barliq orzu tilaklariga yetsin. Mening mushaqqatlarimni alik oliylari qadrlab ketmasin, ko'nglini durust tutsin. Men mushaqqat cheksam, rohatni ko'raman. Rohat bilan mushaqqat yondishib mangadi. Agar alik al ishlariga foydaliq, xalqi bosh bo'laligidek bir kishi izdasa, ey dono hokim, shuni anglag'inki, har kuni donolik bilan tadbir qiladigan hokim nima deydi? Ko'p bo'lsa-mu algi yordamchi izda. Shunda qilsang, al ravoj topadi, ulug' bey shod xo'ram yetib yeydi. Alda foydaliq, zeraklar ko'p bo'lsa, begni rohatga yetkazadi, ishni ular hal qiladi. Bundaq bilimi ko'p kishilar mening qarindoshlarim orasida yo'q emas, bor. Har xil fazilati bor, taqvodor, hushyor, qandoq ishga kirishsa zinnat beradigan, harakati to'g'ri bir kishi bor. Ismi O'dg'urmish. Uning qo'lidan har xil yaxshiliklar keladi. Va lekin u bu dunyodan yuz o'ragan. Taq chiqib ketib, dunyoni ko'nglidan chiqarib atgan. Xudoga ibodat qilib, mushaqqat chekmakda, gunohkorlik kesilini ibodat bilan davolamoqda. Uning fazilati mendan 100 hassa ustun. U xalqning oldi, odamlarning sarxili. Mening u qarindishim men bilan birga bo'lsa, uning bilimi hamma ishga bosh bo'ladi. Alik oliylari ishinib ko'ngli tinadi. Dunyoni boshqarib, shodlikda yashaydi. Alikning ögdilmişki javobi. Alik aytdi, arzu tilikim shu edi. Uningga erishsam, andin ko'nglim aram topatdi. Bu ishga qandoq iloj qilasan? Uni menga yaqinlashtir, ey zerak. Aytqin, uni bu yerga qandoq chaqiramiz? Uni chaqirtish uchun kimni avassak bo'la? Xat yezish kerakmi yoki so'zimni yetkazish kerakmi? Qandoq qilish loyiq bo'lsa, shundoq qil. Ögdilmişning alayka javobi. Ögdilmiş javob berib mundoq dedi. So'roqqa alik o'zi javob berdi. Qarindishim boliqini o'zim aytdim. Lekin kelamdu kammamdu bir narsa deyolmayman. Agar kelsa yaxshi, so'zni qadrlagan bo'ladi. Agar kammasa, yorliqingiz qadrsizlanadi. Alik oliylari ranjib qolamikin? U to'g'ri odam meni ayblamikin? Alikning ögdilmişga savoli. Alik aytdi, men sendan so'z so'radim. Sen mi o'zingning bilganlarini menga aytib berding? Chaqirg'in, kas kela, agar kammasa, so'zimni olmasa, nemishqa ayblayman? Sen uning turlik fazilatlarini maqtading. Bu fazilatlari uchun men uni xolidim. Bilimlik, idraklik deganliking va havoyi havasga o'ch bo'lganligi uchun uni orzu qildim. Bilimlik, idraklik kishi haqiqiy kishidir. Uningdan boshqalari hammasi hayvonga barobar. Ish bilsa, bilimlik, idraklik biladi. Ish qilsa-mu, bilimlik, idraklik qila oladi. Bunu söz haqiqatanmi uningga taqlid qilinganki, buni sen angla, ey mard qahramon. Barliq chegish tugillar bilim bilan yashiladi. Bilim igila, idraklik bo'l, aql bilan yasha. Bilim bilan ish qil, yana tilingni to'g'ri tut, yanimi o'gan, kuning bexud o'tmasin. Uning foydasi yolg'iz mangla bo'lmaydi.
Qerindishingdan sanga foyda manfaat tegidi. Qerindoshlik bo'lishga qerindosh kerak. Qerindosh bo'lmasa, kishilardan do'st tutish kerak. Al boshchilari yaxshi aytgan edi. Qerindoshlik kishi hammadan kuchlik bo'ladi. Qerindoshlik kishining danqi, shuhrati buyukdir. Do'stlari bor kishining nomi, so'zi buyukdir. Qerindishing bo'lmasa, yur, do'st tut. Do'sting yaxshi bo'lsa, shu qerindoshdir. Ögdilmişning alayga javobi. Ögdilmiş javob berib dedi. Baxtlik Ali haqiqatan uni xolasa, amalini qilay. Ali yorliq qilsa, o'zim boray. Uni chaqiray, so'zimni ochay. Bilimdin, idrakdan aql bilan so'z tanlab, turlik tuman so'zlarni uningga aytay. Aligmi o'z qo'li bilan xat yezib basun. U zerek Ali yorliqini o'qisin. Manga ishonsin, bu ishlarni mendin ko'misin. Yana yorliqni anglapla ketib qolmasin. Men o'z tilim bilan qanchalik so'z qilay, Alining yorliqi bo'lgan xat so'zi boshqa gap. Ey tegi esil, bu haqda nima deyilgan angla. Bagning yorliqi avomning dilini yo'ritadi. Bilimli kishi yana yaxshi aytgan. Bagning so'zi chigish ko'ngillarni ochidi. Baglar qullariga illiq so'zlasa, qullar uni ömür bo'yi unutmaydi. Agar bagning tili yumshoq, shirin bo'lsa, uni ulug' kichik hamma xalq yaxshi ko'radi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi, "Amdi iloji shu bo'lsa, xat yezib beray, xatim uningga to'r to'zaq bo'lsin. Sening berishing zarur bo'lsa, tayyorlangin. Yana men o'z nomimdan xat yezib beray."